Salam. Sizning bilan Dinar abi ham biz bugun birga fizikani öğrene başlayacakmız. Kim ayta ola fizika so'zi narsani anglatadi? Albatta, dürüst cevap berganlarga afarin. Fizika so'zi Grekcha physis so'zidan olingan. Ham endi tabiat deganni anglatadi. Demak, fizika tabiat turunda fan. Fizika so'zining belgilamasini bilamiz. Hozir endi ikkinchi so'rov borliqqa keladi. Fizika narsani o'ranasin? Nechga o'ylaysiz? Fizika narsani o'rana? Albatta, fizika o'zgarishlarni o'rana. Masalan, biz bo'z kesagin жылы bo'lmaga kiritib qo'yamiz. Ham u nishlayashak? Albatta, eriyashak. Yeysa, shaynikka suv solib, uni qaynatira qo'ysak, onun içinde suv qaynayashak. Bu ham borliq boshqa ko'rinishlarni fizika o'rganadi endi. Ko'krav, suv qaynav, bo'z iri, jili suv. Ham endi tosh shu bilan yashin suvi, bular borasida ko'rinishlar. Tabiiy ko'rinishlardan qola ali fizik ko'rinishlarda bor. Aydigiz ularni sanab ketik. Mexanik, elektr, yoqtiliq, magnit, tovush, ham endi жылылык. Sostavi shuluq bo'lib, madda o'zgaruvi esa uning o'zliklari shog'li ko'rinishlari fizik ko'rinishlar deb ataladi. Aydigiz biroz g'olam turida so'rashib ketik. Nechga o'ylaysiz? G'olam narsa bilan to'lgan? O'ngga, so'lga qaray olasiz. G'olamda bo'lgan barliq aybirlarni biz bir so'z bilan atay olamizmi? Albatta olamiz. Ham ul so'z materiya. Materiya o'z shiratında ikki turli bo'ladi. Ul modda ham qir. Aydigiz moddaga misollar keltirib ketamiz. Ulda bo'lsa oqbur. Tag'in nega misollar keltira olasiz? Albatta. Temir, rezina ham boshqalar. Aydigiz qirga misol keltirib qaraylik. Yerning elektr yoki magnit qiri. Ko'z oldingizga bir kenglik ilkasini keltirigiz. Aydigiz ul kenglik ilkasi neyda bo'lsa madda bilan tutiriq. Masalan, bo'lsin temir. Narsa kelib chiqdisin bizning? Albatta, jism. Maddadan turgan kenglik ilkasin biz jism deb atayashaqmiz. Tik bir nishkalikni unutirga yaramay. Türlü cisimler bir ük maddeden tura olalar. Fizik ko'rinishlarni tabiiy ko'rinishlardan ayıra bilirga kerak. Shunga ko'ra biz sizning bilan hozir bir misol qarab o'zashaqmiz. Masalan, tabiiy ko'rinish yashin. Yashin suqqanda nelar ko'ramiz biz? Wow! Eng birinchi bo'lib biz qobini ko'ramiz. Qobini yoqtiliq ko'rinish. Ondan biz ko'kravni eshitamiz. Bu tovush ko'rinishi. Yashinning naq bilan o'rtasida yuqori temperatura. Bu жылылык ko'rinishi. G'adatda ovulda yashin yashnaganda abi boboylarimiz sizga elektr priborlarni o'tdan olib qo'yra o'xshalar. Ne yashin? Chunki ular ishdan chiqarga mumkinlar.
Һәм бу электр һәм магнит күренешләре. Ә инде яшеннең килеп чыгу ысулы ул механик күренеш. Һәрбер физик күренешне аерым бер фән өйрәнә. Ә хәзер сез видеоны паузага куеп, үзегезнең белемнәрегезне тикшерә аласыз. Тикшердегезме? Әйбәт. Әйдәгез, дөрес җавапларны тикшереп карыйк. Яктылыкны безнең оптика өйрәнә. Тавышны акустика, җылылыкны термодинамика, электр һәм магнит күренешләрен өйрәнә электродинамика, һәм инде механик күренешләрне механик өйрәнә. Шуның белән дәресебез тәмам. Онлайн мәктәптә киләсе очрашуларга кадәр.